Man Charos Baqadirovni nogironlik bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi asab kasalliklari bo'limida 15 yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Shu qabulimizga keladigan insult bemorlarning 70%, taxminan 70% bitta xatolikka yo'l qo'yishadi. Bu xatolik haqida hozir keyinroq aytib beraman. Undan oldin aytmoqchiman o'zi insult haqida. Insult endi ko'pchilik biladi, asosan ikki xil bo'ladi. Bu gemorragik hamda ishemik tipda insult bo'ladi. Bu gemorragik bu qon tomirlarni yorilib, qonni o'sha miya to'qimalariga sizib chiqishi natijasida yuzaga kelsa, ishemik insult bu ya'ni o'z nomi bilan ishemiya, ya'ni qon yetib bormasligi natijasida ayrim zonalarga, ya'ni bu o'sha trombozlar oqibatida ko'proq kelib chiqadi. O'zi insult sabablari nima? Insult sabablari bu juda ham ko'p. Masalan, nosog'lom turmush tarzi, ya'ni kam harakatsizlik, noto'g'ri ovqatlanish, ichkilik, chekish, bundan tashqari qon bosimini ko'tarilishi, qandli diabet, bundan tashqari yurakdagi turli xil mana shu ritm buzilishlari ham, ya'ni fibrillatsiya, turli xil yurak ritm buzilishlari ham insultga sabab bo'lishi mumkin. Mana bemorlar insult bo'ldi deylik, insult bo'ldi. O'sha bilasizlar, insult asoratlari shu bitta tomonlama harakat cheklanishi yoki shunaqa holatlar bo'lishi mumkin, ikkita tomonlama harakatli cheklanishi mumkin, gapirishda nutq buzilishi bo'lishi mumkin, ko'rishdagi turli xil muammolar. No, xullas insultdan keyin asosan bemorlarda bu harakat cheklanishi, ya'ni mustaqil harakat qila olmaslik holatlari ko'p kuzatiladi. Endi bizda qilinadigan xatolik shu, ko'pincha bemorlar insult bo'lgandan keyin aytishadiki, "Ey, bemorga tegish kerak emas, qimirlatish mumkin emas, harakatlantirish mumkin emas" deyshadi. Mana biz reabilitatsiyada ishlaganimiz uchunmi ko'pgina bemorlar kelishadi katta yotoq yaralar bilan, ya'ni prolejniy yotoq yaralari deymiz. Bundan tashqari bo'g'imlarda kontraktura qotib ketgan, haligi mayda bo'g'imlar, katta bo'g'imlarda kontraktura qotib ketgan, o'sha nima deydi, uni o'zi ochishi ham imkoni yo'qdek, shunaqa bemorlar kirib kelishadi. Buni sababi nima? Buni sababi o'sha bemor insult bo'lgandan keyin umuman bemorga tegishmaydi, ya'ni harakat qildirishmaydi. Shu faqat osma ukol olib yotaverishadi yoki haligi tabletkasini olib yotaverishadi. Buni natijasida haligi bo'g'imlarda kontrakturalar, yotoq yaralari paydo bo'lishi mumkin. Tak, shuning uchun ko'pincha biz aytamiz, insult bo'lgandan keyin o'zi mana butun dunyoga qarasak ham rivojlangan davlatlarda insultni erta reabilitatsiya qilishadi. Ya'ni biz mana Yaponiyaga borganimda 2 yil oldin o'sha yerda Yaponiya reabilitatsiyasini ko'rdik, malaka oshirishda bo'ldik. O'sha yerda ham ko'ryapmiz, insultlarda reabilitatsiya reanimatsiyadan boshlanadi. Hattoki o'sha reanimatsiyada yotgan bemorga ham reabilitatsiyani boshlashyapti. Agarda bemorda masalan bo'lishi mumkin yurak qon tomir kasalliklari, yurakda turli xil ritm buzilishlar, fibrillatsiyalar va boshqa bir qarshi ko'rsatmalar bo'lgan taqdirda ham bemorni hech bo'lmasa yotgan joyida mayda va yirik bo'g'imlar bilan ishlashimiz mumkin. Yonboshlatishimiz, yotoq yaralarni oldini olishimiz kerak. Mayda bo'g'imlar bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni kinezoterapiya deydi. Buni o'zini mashqlari bor. Bu elementarni. Buni o'sha bemorni uydagi oila a'zolari oldida o'tirib ham qilishi mumkin mashqlar. Agar biz ushbu mashqlarni o'sha kasal insult bo'lgandan erta reabilitatsiya qilishni boshlasak, bemorni o'sha qo'lida, oyog'idagi harakatlar tezroq tiklanishiga sabab bo'ladi va bundan tashqari bo'ladigan turli xil kontrakturalarni oldini olamiz. Bo'lishi mumkin bo'lgan yotoq yaralarni oldini olishimiz mumkin. Mana bizda kecha ham bitta bemor kirib keldilar, uzoqqa bormayman. Kecha ham bitta bemor kirib keldilar. Kasal o'sha insultga chalingan, adashmasam 4 oy bo'lgan insult bo'lganlarga va bemor haligi otaxon kirib kelyaptilar, chap tomonlama harakat cheklangan, qo'l mana shu holatda u qotib qolgan. Mana shu barmoya mana shunaqa bo'lib qotib qolgan, hatto bu ochilmaydi. Bu elementarni o'sha bemorga mana shu qo'liga qopto berib qo'yishib, kichkina qoptochalar bor-da, shuni berib qo'yishni ham o'rgatishmaganda, mashindolicha qo'l qotib qolgan. Buni haligini biz o'sha LSK volontyorni chaqirib ko'rsatyapman, ishlash kerak desam, o'zi qotib qolgan, shu darajada bemor dodlayapti, ochaman desa qiynalyapti. Mana bu bo'g'im ham shunaqa qotib qolgan, tepadagi bo'g'imlar qotib qolgan, bemorda og'riq boshlanyapti. Tabiiyki savol berdim oila a'zolariga. Mana 4 oy bo'libdi, nima qildinglar, nima ish qildinglar bu bemor bilan desam, haligi oila a'zolari aytishyapti, bizga aytishgan, to, что insult bo'lgan, buni qimirlatish mumkin emas, bunga tegish mumkin emas degani uchun biz umuman qimirlatmasdan faqat olib o'tirdik kasalni. Xo'p, nima qildinglar desam, kapelnitsalar qo'ydik, tabletkalar ichirdik. Albatta, tabletkalar kerak, lekin bemor bilan biz vaqtida ishlamasak, vaqtida to'g'ri reabilitatsiya chora-tadbirlarini o'tkazmasak, bu kasalni o'zi keyinchalik oyoqqa turib ketishi ham qiyin bo'ladi. Chunki mana shu kasal misolida ayta olaman. Chunki mana kasal keldi, bunda olib qarasangiz ko'p bo'lmaganda 3-4 oy, lekin o'zi kasal qotib qolgan. Hozir biz ham qiynalyapmiz kasal bilan ishlashga, lekin bemorni o'zi ham qiynalyapti. Chunki og'riqlar bo'ladi buni ochish jarayonida. Shu uchun ham bu asoratlar kuchayib ketmasligi, kontrakturalarga o'tib ketmasligi uchun ham yana bir bor qaytaraman, kasalda erta reabilitatsiya chora-tadbirlarini boshlasak bemorga ham yaxshi bo'lgan bo'ladi, hamda oila a'zolariga ham ancha yengillik tug'dirgan bo'lamiz. Chunki bilasizlar, masalan bir oilada bitta inson insult bo'lib qoldi, bu degani bu odamga hamma mas'ul, hamma ishdan qolib ketadi. Chunki bu bemorni ovqatlantirish kerak, kiyintirish kerak, yuvintirish kerak, bu kasal bilan ishlash kerak. Ya'ni shu bitta kasal oyoqqa turg'izish uchun butun oila a'zolar mas'ul bo'lib qoladi. Shu uchun ham biz aytamiz, qancha erta reabilitatsiya qilib, bemorga qancha tezroq yordam ko'rsatsak, qancha tezroq
o'sha oila a'zolariga o'rgatsak, mana shu insult bo'lgan bemor bilan qanaqa ishlash haqida o'sha bemor oila a'zolariga ham tushuncha bersak, shuncha bemor hayotda tezroq o'rnini topishiga biza katta yordam bergan bo'lamiz. O'zi aslida mana shu insultga chalingan bemorlarni yaqinlariga aytaman, kim qaraydi bu bemorga uyda masalan ko'pinchada o'sha qaruvchiligi aslida o'sha qilinadigan mashqlarni o'rgatish kerak. Bemorni to'g'ri parvarish qilishni o'rgatish kerak. Chunki agar biz bu bemorga to'g'ri parvarish qilmasak, to'g'ri yordam bermasak, bu kasalda albatta o'sha insultdan keyingi bo'ladigan asoratlar kuchayib ketishi mumkin. Chunki har doim ham uyga kelib, bizda hali unaqa rivojlanmagan, masalan, har kuni bir mutaxassis uyga kelib kasal bilan ishlab ketish imkoni kam. Shu uchun ham ko'pincha uydagi oila a'zolariga tushuntiramiz, qanaqa to'g'ri ishlash, to'g'ri parvarish qilish kerakligi haqida. Mana hozir mana shunaqa bemorlarga, ya'ni insultga chalingan bemorlarga yana ham qulayliklar yaratish maqsadida Ijtimoiy himoya milliy agentligini topshiriqlari bilan biz o'sha mana ambulator xizmatni yo'lga qo'ydik. Ya'ni bizning markazda, mana shu Toshkent shahridagi barcha o'sha insultga chalingan bemorlarimiz, ya'ni reabilitatsiyaga muhtoj bo'lgan bemorlar bemalol ambulator xizmatga kelishlari va kerakli reabilitatsiya chora-tadbirlarini o'tkazishlari mumkin. Bundan tashqari bizda yana shunaqa xizmat mana yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni bizning o'sha xodimlar haftasiga 2-3 marta borib, o'sha bemorga kerakli bo'lgan mashqlarni o'tkazadi, bemorni qanaqa parvarishlash haqida ham ma'lumot berishlari mumkin. Ya'ni shunaqa imkoniyatlar ham hozirgi kunda yo'lga qo'yildi.